Diqqat aholiga katta xushxabar. Ramazon oyida o'zbek xalqiga bayram tuhfasi berilishi haqida xabar bergan edik. Xo'sh, ushbu bayram tuhfalari xalqqa berilmoqdami va qanday fuqarolarga beriladi? Barcha savollaringizga ushbu videorolikda to'liq javob olasiz. Iltimos, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sahnada sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklarni, xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Ramazon oyida xayriya tadbirlarga 1 trillion so'm ajratildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Ramazon oyida ehtiyojmand aholining ijtimoiy himoyasini yanada kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Mehr-muruvvat tadbirlarini amalga oshirish uchun Vaqf xayriya jamoat fondiga 750 milliard so'm hamda Ijtimoiy himoya milliy agentligi orqali 300 milliard so'm ajratilishi belgilandi. Mablag'lar hisobidan ehtiyojmand oilalarga bir martalik moddiy yordam ko'rsatiladi. Nogironligi bor shaxslarning davolanishi va jarrohlik amaliyotini barcha xarajatlarni qoplab berilishi haqida xabar bergan edik. Endi bu to'lovlar kimlarga beriladi? Batafsil videoda javob topasiz. Namanganda Ramazon oyi munosabati bilan 67 mingdan ortiq oilaga moddiy yordam yetkazilishi rejalashtirilgan. Namangan viloyatida dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, qariyb 67 mingdan ziyod oilaga ushbu bir martalik moddiy yordam yetkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, buning uchun jami 45,5 milliard so'm mablag' yo'naltirildi. To'lovlar 1-martga qadar fuqarolarning ijtimoiy kartalariga yoki bank plastik kartalari orqali to'lab berilishi belgilangan. Ijtimoiy reyestrda ro'yxatda bo'lgan oilalar, yolg'iz va keksa fuqarolar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan yetim bolalarni tarbiyalayotgan oilalarga 1 million so'mdan beriladi. Ijtimoiy reyestrga kambag'al oilalar toifasiga kiritilgan hamda mahalla yettiligi xulosasi asosida qo'shimcha shakllantirilgan oilalarga esa 500 ming so'mdan moddiy yordam, ya'ni ko'maklar berilishi belgilangan, deyiladi xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barcha fuqarolarga yetib borishligi uchun albatta like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang. Ushbu xabarlarimizdan barcha yaqinlaringizni xabardor qilishingiz uchun videorolikni mahalla guruhlari va qarindoshlar guruhlariga ham yuborib qo'ying.